Qisqasi, Avatar filmining 3-qismi jahon prokatida $500 million to'plashga ulgurdi. James Cameron suratga olgan Avatar Olov va kul filmi jahon prokatida ilk haftadayoq $500 million yig'ib, kassaviy muvaffaqiyatni tasdiqladi. 24-dekabr holatiga ko'ra filmning Shimoliy Amerikadagi ichki prokat yig'imlari $129.2 million ni tashkil etgan. Xalqaro bozorlarda esa Avatarning 3-qismi $353.6 million daromad keltirgan. Shu tariqa 25-dekabr kuni James Cameron avvalroq Avatar franshizasi rejali uzoq muddatli ekanini tasdiqlaganda, uning so'zlariga ko'ra 4-qismi suratga olish ishlari yarmiga yetgan, 5-qismining ssenariysi esa to'liq yozib bo'lingan. Bundan tashqari, rejissyor 6 va 7-qismlar uchun ham g'oyalar mavjudligini aytgan. Biroq kelajakda franshizani boshqa kinematografistga topshirish ehtimoli ham yo'q emas. Eslatib o'tamiz, 3-qismi 19-dekabrdan prokatga chiqqan va hozirda ham kinoteatrlarda mazza qilib Avatar Olov va kulni tomosha qilishingiz mumkin.